Shunaqa iPhone zaryadchilar bo'lsa, o'z tuzatishga aqlingiz yetyapti, o'chishga aqlingiz yetmasa, buni birinchi o'chiribdi. Mana shu yerdan kesib olasizlar, u alohida qatlama bo'ladi o'zini. Keyin bu qop-qog'i bo'ladi. Shu yetidan chizig'i bo'ylab lezo pichog'ini qizdirib turib ingichka ochib chiqiladi mana shu joydan aylanasiga. Shuncha razmerda. O'zi bu ajraydi, mana shuncha razmerda qizdirib orasini ochib chiqilsa, mana chiqadi. Bu ajragandan keyin mana yerda qop-qog'i bo'ladi. Qop-qog'ini mana shundan ajratiladi, keyin palatasi chiqadi. Xitoy zaryadchi og'irligini bir xil qilish uchun temir qo'yib qo'ygan. Zaryadchim buzilganligini sababi u erib ketgan. Erigandan keyin slabый kanta tegmay qo'ygan. Shu orasiga tegmay qo'ygan. Buzilgan. Shu mana erish hisobiga tegmay qo'ygan. Shundan ishlamay qo'ygan. O'zingizlar ochib tuzatmoqchi bo'lsanglar, shunaqa tarzda ochiladi.